Assalomu alaykum hammaga. Dekabr oyida ko'pchilikni Uzunbankdan ketadigan aksiyaga chorladik. Ko'pchilik yo tushunmadi, yo ko'pchilik qo'rqdi. Mana qaranglar. Bugun 5-yanvar Uzum Visa kartamizga 12 million 600 pul tushgan. To'g'risi o'zim ham ishonmagandim, lekin mayli umid yo'q, harakat qilgandim. Endi mana Uzumbank NTV botidan olingan bonuslar 12 million 600. Solishtiringlar mana. 12 million 600. Hop. Jami 13 million ishlaganman. Olingan bonuslar 12 million 600. Hop, bu yoqdagi 600 ming pulni ham tashlab berishadi 10 fevral. Sizlar ham ishlamoqchi bo'lsanglar, hali yana 1 oy, yanvar oyi, yana fevral oyi vaqtinglar bor. Aksiya 2 oyga cho'zilgan. Pastdagi botga o'tinglar, uzun karta ochishni o'rganamiz botiga o'tib, video qo'llanmani olib, bemalol sizlar ham ishlasanglar bo'ladi.